Unutilgan ekran parolini hozir 2 daqiqada ochishni o'rgataman. Qaranglar, hozir sizlar telefonlaring mobog'da ekran parollaringni eslaringdan chiqarib qo'ysanglar, ana qo'yganlaring eslaringda yo'q bo'lsa, hozir buni 2 daqiqada o'rgataman. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib telefonga перезагрузка beramiz. Перезагрузка berganimizdan so'ng telefon qayta yonayotgan paytida ovoz baland qiladigan knopkani bosib turamiz va bizga shunaqa rejim beradi. Shu rejimga kirgandan keyin Wipe dataga o'tishamiz va Wipe all data qilib confirm qilamiz. Telefon ichidagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi, 100% bo'lib top-toza bo'ladi. O'chirib yoqish knopkasini 2 marta bossangiz, telefon qaytadan yana yangidek bo'lib yonadi. Asl holatda yonadi va telefonni aktivatsiya qilib olasiz. Faqat oldinga bosiladi. Video foydali bo'ldi. Podpiskani bosib, yurechani bosib qo'ying endi. Bir dona yurecha jarga bosib endi. Telefonni aktivatsiya qildik. Mana telefon ekran paroldan xalos bo'ldi va telefon ochildi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar va bu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Bir kun kelib sizga ham kerak bo'lib qoladi. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.